Mening do'stim Jin yoki dadam bilmasin. Mayli, dadam bilmasin. Dadam bilmasin yoki Ahmadboy va Rahmatboy. Dadam bilmasin. Dadam bilmasin yoki yigitda gap bitta bo'ladi. Mana ikkita yozib qo'ygan ekanman dadam bilmasin. Dadam bilmasin endi. Dadam bilmasin yoki tundan tonggacha. Men yoqtiraman lekin o'sha kino. Tundan tonggacha. Tundan tonggacha yoki zamonaviy sovchilar. Endi tundan tonggacha degan bo'lardim. Lekin zamonaviy sovchilarni tomoshabin ko'proq o'xshaydi. O'shancha zamonaviy sovchilar. Shavkatboy obrazi. Hozircha bolamga qiziq narsa aytyapti. O'zimnikini ham o'zim maqtagandek. Menimkini zo'r. Men yo'q, o'zi aslida tanlang degan uchun tanlayapman. Aslida hammasi meni bolalarimdek, hammasi. Menga o'ta begonasi, yomoni yo'q men uchun. Zamonaviy sovchilar yoki Asaloyi. Zamonaviy sovchilar. Sharmanshayxda olingan. Zamonaviy. Zamonaviy sovchilar yoki ulfatlar. Eski kinolar. Ulfatlar. O'qib ham qoldilar menimcha-yu, ulfatlar yoki quduq. Quduqda baribir aktyor sifatida men boshqacharoq maza qilganman. Ulfatlarda go'yoki meni rolim emas deb o'ynaganman. Quduqda tajriba va o'zlari oshkor. Har bitta kino qanaqadir o'ziga yarasha tajriba beradi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Qarang, like bosish shart emas. Bosgili kelsa bosinglar, bosgili kelmasa majburiy emas. Bundoq qilib qo'yish. Kommentariyada yoqtirgan kinolarni belgilab ketinglar. O'zbekistonning eng yaxshi aktyor o'ynagan kinolardan. Eng yaxshi deb nima? O'zim fikrim. Yaxshilar qatorida. Shunaqa.